O'tgan haftada Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan viloyatimizda ko'p xonadonli uy-joy fondini boshqarish va ekspluatatsiya qilish tizimini muvofiqlashtirish hamda renovatsiya loyihalarini umumlashtirish departamenti xodimlari uchun respublika seminar tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha vakillar ishtirok etgan seminar tafsilotlari hozirgi lavhada. Barcha sohalarda tub burilishlarga yuz tutayotgan vohamiz uy-joy kommunal xo'jaligi yo'nalishida ham aholiga sifatli xizmat ko'rsatish uchun bir qator tashabbuslarni ilgari surgan. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan tashkil etilgan seminar ana shu yangiliklarni ommalashtirish maqsadiga xizmat qiladi. Seminar ishtirokchilari dastlab Urganch shahri Gulchilar mahallasida joylashgan qozonxona faoliyati bilan tanishishdi. Mazkur qozonxona jahon standartlari asosida faoliyat yuritmoqda. Shahardagi ko'p qavatli uylar va aksariyat idora va tashkilotlarga kuz-qish mavsumida issiqlik ta'minotini yetkazib beradi. Ishtirokchilarning navbatdagi manzili Urganch shahridagi Nurli hayot mahallasi. Mahalla hududidagi Xorazm Shinam uylar boshqaruv servis kompaniyasi 128 gektar hududda joylashgan 842 ta ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatadi. 1088 qisqa raqami orqali kommunal sohadagi murojaatlar Urganch aqlli shahar ko'l markazida qabul qilinib, tezkorlik bilan hal qilinishi yo'lga qo'yilgan. Kuz-qish mavsumi qolaversa, dispetcherlik xizmati uchun ham barcha moddiy texnik baza yetarli. Haqiqatda ham juda ham chiroyli tizim yaratilibdi. Kuz-qishga tayyorgarlik masalasiga oladigan bo'lsak, omborni ko'ryapmiz-da. Ombor shu darajada mukammal. Aholini hamma tomonlama qamrab olingan. Prezidentimiz mohirona siyosati deb o'ylaymiz. Shunchalik saqlab turish bu hazilakam ish emas. Seminarning ikkinchi qismida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha ko'p xonadonli uy-joy fondini boshqarish va ekspluatatsiya qilish tizimini muvofiqlashtirish hamda renovatsiya loyihalarini umumlashtirish departamenti xodimlari tomonidan Xorazm tajribasini har bir hudud imkoniyati doirasida amaliyotda qo'llash bo'yicha muhokamalar bo'lib o'tdi. Viloyatda olib borilayotgan ko'p xonadonli uy-joylarni boshqaruv servis kompaniyalarining faoliyatini, undan tashqari amalga oshirilayotgan islohotlarni borishi bo'yicha ko'nikma va bilimlarga ega bo'ldik. Biz mana Jizzax viloyatidan tashrif buyurib, viloyatlar kesimida boshqaruv servis kompaniyalarining muammolari nimada va bundan keyingi faoliyatida nimalarga e'tibor berish kerak va bundan keyingi jarayondagi bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim bo'lgan loyihalarni, takliflarni o'rgandik. Respublika seminar yakuni bo'yicha uy-joy kommunal xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligiga taqdim etildi.